Men Aslonobod davlat bo'limi bo'lib, kurash turlari bo'yicha olimpiada tayyorlov o'rtog'ining taekvondo bo'limini nazoratchisi. Taekvondoga men 8 yoshimda kelgan. Maktab qabullasida masalan, sol seksiyaga kelib, o'z kunligim yemazda taekvondoga yo'lib keladi haq. Azaldan sportchi karyeramda eng asosiy Qazog'iston chempioni uchun men sportchilar atamdan trenerlar fonsamda eng birinchi agent chempionshipda Mikki Parotda Serbiya orasida kamlik avtomatizmdamiz. Yana hozirgi davlatlardan degan sportchimiz Qozog'iston chempionlar ishtirok. Жалпы әрбір банкирдің жолында негізгі мақсаты олимпиаданың бағындыру ғой. Олимпиаданың бағындыру үшін жалпы спортшыларға ең бірінші дабылдамақ керек. Қайсар мінез, тәртіп керек. Осы нәрсені тәртіп пен мінез және мақсат қою керек.